Assalomu alaykum aziz ishtirok kuzatuvchilari. Mana yana Instagram MDF akfa o'rnash davom etyapmiz. Bu yerga 3 kun avval akfa o'rnashib etdik. 290 joy, 2 kira joyga jigaran svetda 2 xonada eshigimiz tushdi. Aynalar yuvdi, ayna solingan. Xudo haqiqiy akfa agregatlar bo'lib tushdi. Bularni ko'p 600 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik buni. Bular boshqa narsalar ular qushlarga o'rnatdik. İki tomondan avzor qilamiz, ikki tomonga MDF o'rnatganmiz. Mana hozir gapga davom etamiz. İki tomon ko'rinishlarimiz, paragonlar o'rnatganmiz, 25 paragonlar. Romimiz bitta joydan ochildi. Akfalarni ham qalin eng yaxshisi arina akfalardan. Eshigimiz bu ko'rinishi, oshar-moshalari doimgidek 3 tadan qo'yilyapti. 3 tadan oshar-moshiq. Zamoyimiz akfani o'zining yaxshi brendlaridan, bo'lmasa yaxshi zamoylaridan. Ochilib o'sha gapim, trava o'rnatib, zazullarni imkon qadar yo'q qilib, penalab, rezikalargacha qo'yib trava o'rnatdik. Bu yoqqa MDF o'rnatdik ichki tomoniga. Jigarrang jinsi svetda MDFlarimiz, bir qanotimiz yopiq svetda bo'lgan bulari. Glans laklari sepilgan. Bu yerga yana 2 qanotimiz. 1.5 ga 2.30lik qanotlarimiz. Zamonlar bu hozir yaxshi oyna buni ham yo'divi oyna so'yamiz 20 metrlab. Sovuqqa shovqinga, issiq sovuqqa qarshi. Xudo xohlasa hamma zo'r. Ternarishlari ham qalin 15 lik, 15 lik 9 lik. MDFimiz ham 8 lik imkon qadar chiroyli qilib o'rnatib berilyapti. Ichki tomonni ko'rsatamiz. Ichki ko'rinishlari mana devorlar MDF bo'lgan ekan, shunga moslab bu yerda ham MDF qildik. Ichki tomoni orqa chaklari ham yopilib, o'ralib, penalab, chiroyli qilib, umuman zazor chaklari qolmagan. Osha-mosha bular ham 3 tadan ochilib qilishlari xudo xohlasa imkon qadar zo'r. Ishlashlari ham yaxshi. Bularni ham rezikalarni ham qo'ydik. Mana rezikalari ochilib yopilish shovqin qilmaydi imkon qadar. Yana ham xudo xohlasa yaxshiliklar qiladi. Akfalarni o'rnatganmiz 2 yo'lliklar. Bularimiz 1.10 ga 1.50 lik akfalarimiz. Bular ham kvadratlari 600 ming so'mlar rangli gul oyna so'yamiz. 2 ta akfaron oldiga veranda terasiga o'rnatilgan. Bir qanot uzoqqa ko'rinishi, mana bularni ko'rasiz, hamma o'ralgan xudo xohlasa. Bu ham MDF ga moslab, mana MDF devorlar ham lampanchalar bu 2 yo'ldiramiz. Ramz osha-moshalarni qo'ydik, ochilib o'sha zaverka va rossiyskiy temirli zaverka o'rnatilgan rezikalari bor. MDFlarimiz kvadratlari, romlarimiz 600 ming so'm, eshiklarimiz 800 ming so'mdan qilib tayyorlab berdik. Bir qanotimiz bunimiz 1,5 million so'm tayyorladi. Bularimizni 1 million 900 ming so'mga olib kelib, oynalar, oshxona zamonlar qo'yib o'rnatisharman. Akfalarimizni aytganimizdek, xudo xohlasa 600 ming atrofida kvadratlari chiqyapti, razmerlariga qarab. Xudo xohlasa yog'och eshik romlar, akfalar, MDFlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqadi. Telefon raqamimiz 90 624 31 14. Abdulazizda tergan hisoblar ishlayapti. Bemalol xudo xohlasa aloqa chiqarsa, vodiy yo'lida dastalgan bo'lib O'zbekiston xizmatdamiz. Hammalar sog' bo'lib, podpiskalarga bosib, bizga davom etinglar.